Umr har birimizga so'nggi daqiqagacha himoya qilish sharti bilan berilgan. Barchamiz uzoq va baxtli hayot kechirishni istaymiz. Xo'sh, bunga qanday erishamiz? Bugun ekspertlarimiz bilan aynan shu haqda suhbatlashamiz. Efirda Agar dasturi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Studiyamizga tashrif buyurgan aziz mehmonlar, bilamizki, inson uchun sog'lik salomatlikdan da qimmatliroq ne'mat yo'q. Keyingi yillarda mamlakatimizda sog'liqni saqlash tizimini isloh qilish, kasalliklarni oldini olish, barvaqt davolash bo'yicha bir qator ishlar amalga oshirildi. Buni samarasiga barchamiz guvohmiz. Lekin muammolar, yechimini kutayotgan masalalar ham bor. Bugun biz siz bilan aynan aholining tibbiy savodxonligi yo'qmi yoki bemorlar dori-darmon qurboni bo'lishyaptimi? Ovqatsiz yashash mumkin-u, nega dorilarsiz yashab bo'lmaydi? Tibbiy savodxonlik kerakmi yoxud kasallikni chaqirayotgan biz? Dorilar sifatsizmi? Klinika yoki dorixona qurboni bo'lyapmizmi? Yoki noto'g'ri tashxis va davolanishmi kabi savollarga javob izlaymiz. Marhamat. Ruxsat bersangiz boshlamoqchi edim. Assalomu alaykum. Endi mavzu juda ham nozik va mavzuni eshitilishi bo'yicha bu yerda biz go'yoki dorilarni qurboni yoki klinikalarni qurboni. Aslida ham shundaymi? Keyin shundan boshlaymiz. Bugungi kunda sog'liqni saqlash tizimini isloh qilish bo'yicha qilinayotgan ishlar aytishga arzigulik. Xususan, siz aytib o'tganingizdek, kasallikni barvaqt, ya'ni erta aniqlash, uni skrining qilish va to'g'ri tashxis qo'yish va tashxis asosida to'g'ri davolash juda ham yaxshi yo'lga qo'yildi. Ko'pchilikda suhbatda bo'lganimizda savol bo'ladi, nima uchun bugun kasalliklar ko'p deya. Aslida oladigan bo'lsak, avvallari ham kasallik xuddi shuncha bo'lgan, lekin ular erta aniqlanmagan. Bugungi kunda aynan mana shu asosiy bosqichini, asosiy qismini erta aniqlanayotgan kasalliklar tashkil etganligi uchun go'yoki aholi orasida kasalliklar ko'payib ketayotgandek bo'lyapti va shubhasiz kasal bo'lgan inson birinchi navbatda qayerga boradi? Endi aholini umuman tibbiy madaniyati, tibbiy savodxonligiga to'xtaladigan bo'lsak, aynan mana shu yerda bizning nozik nuqtamiz bo'ladi. Ya'ni aksariyat insonlar ko'p holatlarda agar kasallikka to'qnashadigan bo'lsa, birinchi navbatda shifokorga borishdan ko'ra yaqinlardan, qo'ni-qo'shnidan yoki o'sha o'zlarini yashash hududlariga yaqin bo'lgan dorixonadagi provizorlardan tashxis olish yoki davolanish muolajalarini so'rashga o'rganib qolishgan. Xususan, o'sha dorixonaga boradigan bo'lsalar, ozgina tumov bo'lyapman yoki yo'tal bezovta qilyapti, qanday dori berasiz va nima ichsam bo'ladi degan savol bilan murojaat qilishadi. Endi bir qarashda bu oddiy holat, bir qarashda qo'rqinchli narsa emasdek tuyuladi. Aslida mana shu mavzumizni yoritadigan tarafi dorilarga qurbon bo'layotgan yoki biz o'sha sifatsiz, balki noto'g'ri berilgan dorilardan qurbon bo'layotganligimiz ham mana shu yerda boshlanyapti. Ya'ni aynan aholini orasida tibbiy, meni fikrim shaxsan tibbiy savodxonlikni ozgina yetishmasligi va o'z navbatida shunday bir vaqt bo'ldiki, sog'liqni saqlash tizimida islohotlar bo'layotgan jarayonida to'g'ri, yaxshi kunlar ham, og'ir kunlar ham, qiyinchiliklar ham bo'ldi va buning ortida aholida qaysidir miqdorida dorilarga yoki to'g'ri aytadigan bo'lsak, shifokorlarga ishonch kamayib qoldi. Lekin bugungi kunda bu qarashlar noto'g'riligini o'zimiz ham aholi orasida qilinayotgan ishlar, ya'ni mana shu tibbiy madaniyatni oshirish borasidagi ishlar bo'yicha noto'g'ri ekanligini bilib boryapmiz. Ya'ni bugungi kunda shifokorlarimiz barchalari malakali. Sababi shifokorlarni qayta tayyorlash va ularni qayta o'qitish va aynan bugungi kundagi aholi orasida ko'p uchraydigan kasalliklarga ularda protokol yordamida davo muolajalarini belgilash bo'yicha Sog'liqni saqlash vazirligining bir qator buyruqlari chiqqan. Shu bilan birgalikda davlatimizda o'sha qonun chiqaruvchi organlarning buyruqlari ham uni tartibga solgan. Va bugungi kunda meni fikrimcha bo'layotgan voqea hodisalarda ko'proq aholida tibbiy madaniyat yetishmayotganligi turibdi go'yoki. Bizning institut Sog'liqni saqlash vazirligi Salomatlik va strategik rivojlanish instituti aynan aholi orasida tibbiy madaniyatni oshirish va sog'lom turmush tarzini targ'iboti bilan shug'ullanadi. Va hozir aytgan gapingizga qarab, mana Facebook sahifasida, chunki ijtimoiy tarmoqsiz hozir hayotimizni tasavvur qilib bo'lmaydi. Hamma maslahatni ham shu yerdan olamiz. Kerak bo'lsa, shifokorga ham ijtimoiy tarmoqdan turib murojaat qilamiz. Kechagina o'qidim, hali bu ko'rsatuv bo'lish haqida xabardor emas edim. Mana assalomu alaykum barchaga deydi. 4 yoshli qizim qichima yo'tali hech ketmayapti. Nima qilsa bo'ladi?
tasavvur qiling, shu savolga nima deb javob berish mumkin? Mutaxassis bo'lmagan odam, mana 61 ta odamdan javob kelgan. Endi bu yerda isiriq damlab ichish haqida ham bor, asalning qanaqasini shimish haqida ham bor, sutga qurigan anjir solish. Endi kulgili darajadagi bo'lgan maslahatlar bor va men yozdimki, qanday qilib 4 yoshli qizingizni internet tarmog'ida notanish, tanish bo'lmagan, begona har xil odamlardan maslahatini siz qo'rqmasdan turib shuni amalga oshirasizmi desam, bu yerda qo'rqadigan hech narsa yo'q deb yozibdi. Mana allergologga olib boring, doktorga ko'rsating yoki o'sha dorilarni ham sinalganini, qanaqasini berish kerak, o'shani aniqlashtirib shifoga kirishing degan savolni, degan javobni eshitmayapti odamlar. Uning uchun xalq orasiga ko'proq kirib shuni targ'ibot qilish kerakmikan? Albatta, juda ham to'g'ri aytdingiz. Qo'shimcha qilmoqchi edim. Mana bilasizmi, bizda tibbiyot bor. Tibbiyot xalq tibbiyoti bor. Ya'ni o'sha xalq tabobati bor, to'g'ri aytadigan bo'lsak, va zamonaviy tibbiyot bor. Bizni xalqimiz orasida shunday tasavvur borki, go'yoki zamonaviy tibbiyot dori vositalaridan inson o'lishi mumkin, lekin xalq tabobatida ishlatiladigan o'simlikdan olinadigan dorilar desak, ulardan go'yoki hech qanday bir ta'sir yo'qdek. Lekin aslida bu noto'g'ri bo'ladi, chunki agar Xitoy davlatini oladigan bo'lsak, Xitoy davlatida bizni tushunchalarimizni aksi, ya'ni ularda asosiy traditsion deydi, ya'ni an'anaviy tibbiyot bu xalq tibbiyoti va zamonaviy hozir dori-darmon bilan bizdagi tibbiyot esa ularda qo'shimcha yondosh tibbiyot sifatida qaraladi. Va shu narsani aytish lozimki, mana hozir hamma ko'rib tur, agar noto'g'ri mahsulotni, aynan aytaylik allergik kasalligi bo'lib, qichimani asosi allergiya bo'lib turib, unga aytaylik o'sha asalni beradigan bo'lsa yoki sitrus mevali, ya'ni limon choy ichgin yoki malinani yaxshilab damlab, uni qo'shib, unga ozgina imbir sovorgin deb yosh bolaga bergan taqdirda, demak, undan ham turli xil nojo'ya ta'sir natijasida hattoki bolani nobud bo'lishigacha ham olib borish mumkin. Haqiqatdan ham mana o'zi Abu Ali ibn Sino bobomiz juda ham hikmatlari ko'p va shu hikmatlardan birini keltirmoqchi edim. Bilasizmi, Ibn Sino bobomiz aytganlarki, chala ilmli odamdan ko'ra ilmsiz odam yaxshiroq degan. Bu birinchi hikmatlari. Ikkinchi hikmatlari mana ovqatlanish va dori vositalari masalasi to'g'risida ko'tarilgan masalaga Ibn Sino bobomizning shu hikmatlari borki, yegan ovqating dori bo'lsin, iste'mol qilgan doring ovqat bo'lsin degan. Qarangki, bu avvalambor men o'ylayman, mana hozir juda ham dolzarb masalalar ko'tarildi. Inson salomatligi avvalambor inson o'zi manfaatdor bo'lishi kerak. O'zi bilish kerak, u eksperiment emas. Bu tanasiga va o'ziga va oilasiga juda ham mas'uliyat bilan qarash kerak. Chunki oilada bitta odam kasal bo'lsa, butun oila kasal bo'ldi hisob. Chunki kasal bo'lgan odam emas, qaragan odam kasal deb aytiladi jamiyatimizda ham. O'shanga mana bilasizmi, meni fikrim, ilmli bo'lsak, biz oq bilan qorani ajrata olamiz. Mana o'sha ilm deganda mana Xitoyda mana keltirildi, bilasizmi, Xitoyga mana Xitoy tajribasini o'rgansangiz, hamma dori vositalari faqat o'ziniki, chetdan keltirilmaydi. Bu degani ilm fan rivojlanadi. O'sha yerda olimlar ishlaydi va har bir katta mana shu kasalxonalarga, shifoxonalarga borsangiz, ularda zamonaviy tibbiyotdan xalq tabobati jipslashgan, integratsiya qilingan va sizga o'sha ekspertlar, mutaxassislar, o'sha diplomi bor, 7 yil, o'sha necha yil butun umrini hattoki shu davolashga o'zini hayotini bag'ishlagan insonlar o'sha sizga retsept yozib beradi. Xohlasangiz o'sha shifobaxsh o'simliklardan. Mana me'yor to'g'risida ketdi. Me'yorda ham to'g'ri shifobaxsh o'simlikni o'sha Ibn Sino bobomizning tib qonunlarida 2-kitoblarda va 5-kitoblarda dorivor o'simliklar keltirilgan. O'sha ham me'yor bo'lgan. Me'yor asalli ham me'yorida yesangiz u foydasi bor, me'yordan oshiq yesangiz u zaharga aylanadi. O'shanga bu narsalarni ilm deganda biz mana Ibn Sino jamoat fondida men ishlayman, mutaxassislar bilan va shu salomatlik va strategik rivojlanish institutida mana ishlab qilib, men shu muammoni ko'rdim, bilasizmi? Bizada afsuski kasallik chiqdimi yoki shifokor yoki tizim bunga javobgar bo'lish kerak yoki farmatsevtlar. Inson degan biz aybdor qidiramiz.
Unda nimaga biz o'zimizdan aybi qidirmaymiz? Nimaga jamiyat? Jamiyat deganda kechirasiz, bu yerda oila bor, bu yerda mahalla bor, bu yerda kechirasiz, bu mana biz poliklinikaga bormaymiz. Biz nimagadir shaxsiy mana anaqalarga yuguramiz. O'zimizda davlatimiz tarafidan qarangki tashkillashtirilgan o'sha bepul ko'riklar, o'sha borib tashxis aniqlasizmi, qon topshirasizmi, boshqami, o'sha shifokorlar, terapevtlar hammasi tayyor. Lekin yo'q, biz yuguramiz boshqa joyga. Kimdir etsa ham hattoki moda bo'ldi. Moda bo'ldiki, mamtga borsang, mana klinikaga yoki mana tabibga borsang. Kechirasiz, bu salomatlik bu moda emas. Salomatlik deganda biz har doim aytamizki, salomatlik qarangki, oiladagi 3 ta bosqich bor va 3tasi bir-biri bilan bog'liq. Oila salomatligi bu bilan jamiyat salomatligi bog'liq. Jamiyat salomatligi bilan davlat salomatligi va barqarorligi. Chunki qancha millat kasal bo'lsa, shuncha o'sha sog'liqni saqlash tizimidagi byudjet ham ko'payadi. Qarabsizki, bir-biriga bog'liq anaqa. Xitoyda o'sha kasalxonaga borsangiz, zamonaviy tibbiyotni xalq tabobati jipsligini ko'rasiz va uni raqamlashtirilganini ko'rasiz. Ham o'sha xalq tabobati ham ularda shu retsept, elektron retseptga o'tkazilgan. Keling, shu o'rinda bizda mazkur sohada qanday yangiliklar bor? Mana Sog'liqni saqlash vazirligidan ekspertlarimiz bor. Sohadagi olib borilayotgan islohotlar asnosida sohani raqamlashtirishda ham juda ham yuqori darajali ishlar olib borilmoqda. Bugungi kunda jumladan hozirgi kunda o'sha tibbiy xizmatlarni ko'rsatishdagi barcha jarayonlarni raqamlashtirish ishlari amalga oshirilmoqda. Shu bilan birgalikda hozirgi kunda o'sha davlat tibbiyot muassasalarida Dimet axborot tizimi joriy qilindi. Ushbu Dimet axborot tizimimiz 20 dan ortiq oldinlari o'sha tarqoq bo'lgan 50 dan ortiq axborot tizimlari mavjud bo'lgan. Oldinlari ham raqamlashtirish ishlari amalga oshirilgan o'sha sohada, lekin ma'lumotlar bazalari o'zaro bir-birini ko'rmagan. Ya'ni masalan poliklinikadagi ma'lumotlar bazasi bilan shifoxonadagi yoki dorixonadagi ma'lumotlar bazasi o'zaro integratsiyalashmaganligini hisobiga oldin o'sha samaradorliklarga erishmaganmiz. Ko'proq samaradorliklarga erishmaganmiz. Bugungi kunda yagona tibbiyot axborot tizimi Dimet joriy qilindi. Sog'liqni saqlash tizimidagi davlat tibbiyot muassasalarida ushbu Dimet axborot tizimimizda 20 dan ortiq modullarni o'z ichiga qamrab olib, ya'ni elektron poliklinika, elektron shifoxona, elektron tibbiy karta, patronaj xizmatlari, shu bilan birgalikda elektron retsept kabi 20 dan ortiq modullarni jamlab oldik. Endi bugungi kunda kuni kecha yaqinda hukumatimiz tomonidan qarorlar ham qabul qilindi. Vazirlar Mahkamasining 8-sentyabrdagi 570-sonli qarorimiz qabul qilindi. O'sha qarorda belgilab ketildiki, elektron retsept tizimini joriy qilish hamda undan foydalanish tartiblari tasdiqlab qo'yildi. Endi elektron retsept tizimi to'g'risida yuqorida hamkasblarimiz ham aytib o'tdilar. Xorijiy davlatlarning tajribasi bo'yicha aytdilar. Endi o'zimizda ham oldingidek u orzu nima emas, imkoniyatlar yaratildi. Ya'ni biza o'sha davlat tibbiyot muassasasi bo'ladimi yoki xususiy klinikalar yo boshqa vazirlik idoralariga tegishli tibbiyot muassasalarida shifokorlar tomonidan elektron ya'ni raqamlashtirilgan elektron retseptlarni yozish imkoniyati yaratildi hamda ushbu elektron retseptlar orqali bemorlarimiz, fuqarolarimiz bevosita o'sha dorixonalardan o'ziga tegishli dorilarni shtrix kodlari bo'ladi. Elektron retseptda o'sha shtrix kodni ko'rsatgan holda ularda 2D skanerlar orqali o'qib, o'sha belgilangan dorilarni olish imkoniyati yaratildi. Endi bu bizga nima beradi? Nima imkoniyatlar, qulayliklar yaratiladi? O'sha aholimizga qulayliklarni aytib o'tadigan bo'lsak, oldinlar o'sha qo'lda shifokorlarimiz dorilarni, retseptlarni yozgan bo'lsa, kimdir tushungan, kimdir tushunmagan bo'lishi mumkin yoki o'zimizdan ham fuqaro sifatida nima qilsak, 2 oy oldin nima dori iste'mol qilganligim esimda yo'q. To'g'risi, masalan,
shamollashda o'sha yo'nalishlarda kasallanganimda nima dori iste'mol qilganim yo'q. Hozirgi kunda endi menda Dimet mobil ilovasi ishlab chiqildi. O'sha oldin qaysi shifokorga bordim, nima ko'rikdan o'tkazildim, qaysi tashxis qo'yildi yoki laborator tekshiruvlardan o'tkazilganligim to'g'risidagi shu bilan birgalikda aniq tashxislar asosida qo'yilgan tashxislarga mos ravishda retseptlarim, menga yozilgan retseptlarimni onlayn ravishda doimiy kuzatib borish imkoniyati yaratildi. Yuqorida hamkasbimiz aytgandek, standart protokollar asosida tibbiyot muassasalarida tibbiy xizmatlar ko'rsatiladi. Ushbu tibbiy xizmatlar endi raqamlashtirish jarayonida biza shifokorlarga qulaylik ham yaratdik va mas'uliyatni ham oshdi. Sababi standart protokollarimizni biza o'sha axborot tizimimizga kiritildi. Axborot tizimida standart protokollardan chetlashib tashxis qo'ya olmaydilar endi. Bemor bilan bevosita suhbat ko'rishadi, o'zlarini o'sha shikoyatlarini eshitib, o'shanga mos ravishda tashxislarni o'sha xalqaro kasalliklar tasnifi asosida belgilangan tashxislarni qo'yish imkoniyati yaratildi. Endi ushbu tashxislarga mos ravishda bizada nima deydi, xalqaro patentlanmagan nomi asosida dori vositalarini yozish imkoniyatlari yaratildi. Oldinlari o'sha shifokorlar ko'pchilik fuqarolar, aholilar aytardi, o'sha bu hech kimga sir emas, o'sha shifokorlar bilan dorixonalar o'rtasida yoki qaysidir firmalar o'rtasidagi kelishuvlar bo'lgan. O'sha nimalar kelishuvlarni o'sha nimalar oldini olish maqsadida o'sha raqamlashtirib, ya'ni xalqaro patentlanmagan nom orqali savdo nomini emas, o'sha xalqaro patentlanmagan nomini yozgandan keyin dori vositasini farmatsevtimiz, dorixonada farmatsevtimiz taklif qiladi. Masalan, o'sha xalqaro patentlanmagan nom ko'rsatadi, shtrix kodda ko'rsatgandan keyin dorixonada chiqadi mavjud dorilari. 5 ta, 6 ta savdo nomi, 10 ta savdo nomi chiqqandan keyin, masalan, O'zbekistonning mana shu dorisi 20 ming so'mlik dorisi bor yoki Germaniyada ishlab chiqarilgan mana bu dori bor, 50 ming so'm, 100 ming so'm bemorga taklifini aytadi farmatsevt. Taklifini aytganidan keyin bemorning o'zi tanlash huquqi, imkoniyati yaratildi. Eng ustuvor qonunimiz bo'lgan konstitutsiyadan belgilab o'tilgan kafolatlangan paketdagi tibbiy xizmatlarni bepul olish kafolatlangan bu. Eng ustuvor qonunimiz o'sha konstitutsiyada. Endi konstitutsiyamiz, qonun osti hujjatlarida ham bu keltirilgan, fuqarolar sog'liqni saqlash to'g'risidagi qonunda ham ushbu kafolatlangan paket doirasidagi tibbiy xizmatlarni bepul aholiga ko'rsatilishi belgilangan. Endi yuqorida aytib o'tganlaridek, hozirgi kunda raqamlashtirish jarayonida bizada hozir pilotni tuman shaharlar belgilab olindi. Prezidentimizni 88-sonli farmonlar joriy yilning 19-mayida tasdiqlangan 88-sonli farmonlarida hamda Vazirlar Mahkamasining 384-sonli qarorlarida belgilandiki, kafolatlangan paketdagi xizmatlarni ko'rsatish bo'yicha tartiblar tasdiqlandi. Ya'ni ular o'rtasida bitimlar tuzish, aholi va tibbiyot muassasalari o'rtasida bitimlar tuzish belgilandi. Ushbu bitimlarni elektron tuzish imkoniyati, qulayligi yaratildi. Endi ushbu bitimlar doirasida qaysi xizmatlarni bepul o'sha tibbiyot muassasalaridan olish mumkinligi yoki dori vositalarini, qaysi dori vositalarini olish mumkinligi, qanaqa xizmat ko'rsatilishi hammasi o'sha bitimda belgilab o'tildi. Ushbu bitimlarni tuzish biriktirilgan, o'ziga biriktirilgan, aholiga biriktirilgan oilaviy poliklinika hamda o'ziga biriktirilgan oilaviy shifokorlar o'rtasida tuzish qulayligi yaratildi. Bu Dimet mobil ilovasi hamda o'sha MyGo deb xalqimiz hamma biladi. Endi ko'p xizmatlarimiz bizada o'sha yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali ko'rsatish yo'lga qo'yilgan. Jumladan bitim tuzish imkoniyatlari ham yaratilgan. Bugungi kunda bizani Dimet axborot tizimimizda yagona elektron tibbiy kartalar shakllantirildi. Ushbu tibbiy kartalarda
bemorlarimiz poliklinikadan tortib o'sha shifoxonalarda ham ko'rsatilgan barcha tibbiy xizmatlarni elektron kuzatish imkoniyati yaratildi. Hozirgi kunda 36 milliondan ortiq aholini yagona elektron tibbiy kartalari yaratildi. Endi savol bo'lishi mumkin, oldinlari nima tibbiy karta bo'lmaganmi yo boshqa yoki nima qulayliklar yaratildi ushbu tibbiy karta orqali degan savollar bo'lishi mumkin. Oldinlari har bitta muassasani o'zida, masalan, aytaylik xususiy klinikaga boradigan bo'lsak, o'zini elektron bazasiga kiritgan bo'lishi mumkin, yo davlatni oladigan bo'lsak, o'zini ma'lumotlar bazasida shakllantiradi hamda qog'ozlarda knishka deb aytiladi, xalq tilida knishka shu nima yuritiladi, o'shani ko'tarib qaysidir shifokorga kirganini yozib qo'yishardi-da oldin. Hozir ushbu jarayonlar hammasi raqamlashtirilib, mobil ilovasida ko'rish imkoniyati, shifokorlarda ko'rish qulayliklari yaratib o'tildi. Rahmat, shu o'rinda bir savol tug'iladi. Dorilar orasida qalbakilar yo'qligiga kim kafolat beradi? Endi biza raqamlashtirishda o'sha yuqorida aytib o'tganimizdek, Vazirlar Mahkamasining 384-sonli qarorida belgilab o'tildiki, 3-ilovasi bilan 10 ta vazirlik idora bilan ma'lumotlar almashinuvini yo'lga qo'yishi belgilandi. Ushbu ma'lumotlar almashinuvida nima ko'zlangan? Dori vositalarini aylanmasini nazorat qilish. Ya'ni dori vositalar iste'mol qilish uchun qaysi jarayonlardan o'tishimiz kerak o'zi birinchi. Ishlab chiqaruvchidan tortib iste'molgacha bo'lgan jarayonlarni hammasi raqamli iz oladi. Ishlab chiqaruvchi deganda bizda xorijiy ishlab chiqaruvchilar, chet eldan kirib keladigan dorilar va o'zlarimizning mahalliy ishlab chiqaruvchilar qonunchilikda belgilangan tartibda davlat ro'yxatidan o'tkazilishi kerak. Endi farmatsevtika mahsulotlari xavfsizligi markazidan belgilangan tartibda davlat ro'yxatidan o'tkaziladi va axborot tizimida Farm ID deydi, o'sha belgilangan tartibda ro'yxatdan o'tkazilib, ma'lumotlar bazasiga kiritiladi. Ushbu ma'lumotlar bazasida iste'mol uchun belgilangan dorilar kiritilganligidan kelib chiqsak, biza elektron retsept tizimimizda o'sha shifokorlarga o'sha ro'yxatda, ya'ni ro'yxatdan o'tkazilgan dorilarni xalqaro patentlanmagan nomini belgilash qulayligi yaratildi. Ya'ni ko'rinib turibdiki, iste'molga mo'ljallanmagan dorini farmatsevt ham sotish chegaralab qo'yiladi va shifokorlarimiz tomonidan ham undan ortiqcha dorini yozish imkoniyati bo'lmaydi. Masalan, shu kungacha bu faoliyatda kuzatiladi, to'g'rimi? Mana o'zimiz ham guvoh bo'lamiz. Ayrim hollarda o'sha qalbaki dori vositalari bemor salomatligiga ziyon yetkazgan, og'irlashtirib qo'ygan holatlar mana tajribalarda kuzatiladi. E'zozbek, mana shu masalada mana inson salomatligi haqida gap ketar ekan, siz kardiolog sifatida nima maslahat bergan bo'lasiz? Sog'lom turmush tarzi haqida ko'p gapiramiz, lekin aksariyat hollarda o'zimiz amal qilmaymiz. O'sha o'zimizga o'zimiz tashxis qo'yadigan ham aslida o'zimizda yana. Albatta. Umuman tibbiy ta'limni oladigan bo'lsak, buni o'sha qadimgi o'zimizni Ibn Sino tomonidan targ'ib etilgan o'zimiz an'anaviy tibbiyotimiz deydigan bo'lsak, uni targ'ibotida ham, hozirgi zamonaviy tibbiyotida ham ikkita narsa nazarda tutiladi. Bu inson tanasi, uning miyasi, tanasi deydigan bo'lsak, ikkinchisi insonning ruhi deyiladi. Va insonning ruhi tanada bo'layotgan o'sha tabiiy jarayonlarni sokin, ya'ni o'zma-o'z ketishiga to'sqinlik qiladi deb aytiladi. Chunki Ibn Sino ta'limotida ham aytilgan, avvaliga insonning ruhini davolaydigan bo'lsak, tanasini davolash undan keyingi va oson ishga aylanadi deyiladi. Va bu ham bejiz emas. Sababi mana bizni turli xil holatimiz, ya'ni bizni asabiylashishimiz. Inson agar asabiylashadigan bo'lsa, agar ilmiy tilda tushuntiradigan bo'lsak, asabiylashish, stress gormonlari bor bizda. O'sha kortizolni oladigan bo'lsak yoki adrenalin, noradrenalinni oladigan bo'lsak, bu buyrak usti bezida biz asabiylashgan vaqtimizda me'yordan ortiqcha ishlab chiqariladi va u qonga chiqaziladi va qon orqali butun organizmga u tarqaladi. Buni ortidan esa yurakni urishi tezlashadi, nafas olish tezlashadi, qon tomir torayadi va to'qimalarda modda almashinuvi jadallashadi va buning natijasida kislorodga yetishmovchilik, ya'ni talab oshib boradi organizmda. Albatta, mana shunday holatda qon tomir bir-biriga qarama-qarshi holatda qon tomir toraysa-da kislorod kelishini to'qimalar kutsa. Mana shunday holatlarda demak insonda yurak qon tomir kasalliklarini kelib chiqish xavfi bir 5 karragacha oshadi.
va albatta bu bitta dona holat dedik. Shu bilan birgalikda agar insonni biz bilamizki, uni gormonlari, ya'ni o'sha inson organizmida ishlab chiqariladigan biologik suyuqliklar, o'sha gormonlar boshqaradi deydigan bo'lsak, gormonlar shunday biz yaratilganmizki, muvozanatda bo'lishi kerak. Qaysidir gormon oshganida, qaysi bir gormon qarama-qarshi unga pasayishi kerak bo'ladi. Mana shu turli xil stress holatlari bu gormonal tizimni ham ishdan chiqarishiga sababchi bo'ladi. Buning ortidan esa immun tanachalar, ya'ni bizni immunitetimizni tushishiga, uni pasayishiga va turli xil kasalliklarga chalinishga moyilligi ortishiga olib keladi va buning natijasidan mana ko'rib turibsizki, turli xil kasalliklarni biz o'zimizni ehtiyotkorsizligimiz tufayli ham chaqirishimiz mumkin. Hozir biz stress haqida gapirdik, lekin oddiygina masalan uyquni oladigan bo'lsak, biz bilamiz inson organizmida tunda o'sha gormonlar ishlab chiqariladi va tun davomida zaxiraga yig'ilib, kun davomida u sarflanishi kerak bo'ladi. Lekin tunda telefon o'ynash, gadjetlardan foydalanish yoki juda ham kech uxlash, ertalab vaqtli turish, uyquni kerakli sog'lom uyqu shaklida bo'lmasligi ham demak mana shu tizimni ishdan chiqishiga va turli xil kasalliklarni, endokrin tizimi kasalliklariga va bugungi kunda aholi orasida juda ham ko'p savol berishyapti, nima uchun o'sma kasalliklari ko'payib ketyapti deya. Mana shu modda almashinuvi bilan bog'liq bo'lgan o'sma kasalliklarni ham ko'payishiga sabab bo'lyapti va aytilayotgan gaplarni eng asosiy maqsadida esa inson faktori, ya'ni insonni o'zi turibdi. Ya'ni biz hozir aytgandek aybdor qidirgan holda ishlashim kerak, pul topishim kerak, uni olishim kerak, buni olishim kerak degan bahonalar bilan o'zimiz salomatligimizga putur yetkazayotgan bo'lyapmiz. Va shuning uchun ham shifokorlarning eng birinchi targ'iboti ko'pchilik aytishi mumkin. Mana hozir dori-darmonlar haqida ham gap ketdi. Dori-darmonga muhtojlik bo'lmasligi uchun inson eng avvalo o'zini sevishi va sog'lom turmush tarziga rioya qilish kerak. Sababi butun dunyo tajribasini isbotlangan tajribasiga ko'ra ham kasallikni davolashdan ko'ra uni oldini olishga kamroq mablag' pul sarflanadi. Deyarli sarflanmaydi. Oddiy masalan o'sha yurak qon tomir kasalligi, infarkt yoki insult kasalligini oladigan bo'lsak ham bir insonni davolanishi uchun 100 ming dollardan ziyodroq chet elda reabilitatsiya, ya'ni tiklanishi uchun pul sarflanadi deyiladi. Bizda endi u bir necha karra kamroqdir, lekin oddiy oila va oiladagi oddiy o'sha topishdan kelib chiqqan holat bo'ladigan bo'lsa, bu nafaqat bir insonni aytganlaridek, bu o'sha oila a'zolarini, kasalga qarayotgan insonlarni ham aynan salomatligiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Qalbaki dorilardan bir yilda dunyo bo'yicha 170 mingdan ziyod odam o'lar ekan. Bu o'rtacha hisoblanganda bir yilda dunyo bo'yicha. Agar buni hozirgi oxirgi kunda olsak, mana Hindistonni o'zida ular eng katta o'sha farm biznesga aloqador davlat hisoblanadi, dori-darmon chiqarish bo'yicha. Hindistonni o'zida o'sha bolalar siropidan o'lim holati kuzatildi va katta taftish ishlari bo'lib, juda shav-shuvga sababchi bo'lib ketdi. Aynan mana shunday holatlarga chek qo'yish uchun eng asosiy birinchi maqsadimiz demak kasal bo'lmaslikka harakat qilishimiz kerak. Ya'ni sog'lom turmush tarziga rioya qilishimiz kerak. Agar biz o'zimizni sevmasak, sog'lom turmush tarziga rioya qilmaydigan bo'lsak, shubhasiz boshimiz kasaldan chiqmaydi. Haqiqatan ham bizni genodermatozlik bo'limida asosan kapalak bolalar, bu xalq tilida aytiladi, kasallik tashxisi bu blyuz epidermoliz bemorlar yoki ixtiyoz kasalligi, baliqchi bolalar bilan shug'ullanamiz. Endi bolalar bu irsiy kasallik, shu kasallik bilan dunyoga keladi. Bizani shifokor maqsadda bizni bu kasallik bilan yashashni o'rgatamiz. Dori-darmonga kelsak, bog'lov materialga kelsak, bularga albatta bu maxsus bog'lov materiallarsiz bu bolalarni qanaqadir yaxshi bir natijaga olish imkoniyati yo'q, ochiq gap. Chunki hozirgi kunga qaraganda oldin statistika juda ham yomon bo'lgan. Juda ko'p bolalar mana shu pufaylar chiqishi, yara bo'lishi, ularga ustiga gazeta qo'yish, falga qo'yib mana shunaqa reabilitatsiya qilib bergan. Lekin bolalarning umri nisbatan kamroq bo'lgan. Chunki bu oddiy hujayralar, bu yomon, bu o'nka hujayralarga aylanib, bolalar erta nobud bo'lishgan holatlar juda ko'p bo'lgan. Endi hozirgi kunda mana dori-darmon bu bolaga kerak. Bu bolajonlarga kerak. Men nima demoqchiman? Shunaqa kasalliklar bor. Mana hozir dorilarga qo'yamiz. Shunaqa kasallik bor. Dorisiz buni imkoni yo'q. Shunaqa kasal dorini shuna berishimiz kerak. Bu bizning sohadan kelib chiqamiz. Bu tizimli kasallik. Har doim gormonda yurish kerak bemorlar. Usiz imkoni yo'q. Har doim maxsus immunologik preparatlar bilan yurish kerak. Bu siz ham imkon yo'q. Lekin boya bular aytgandek ijtimoiy tarmoqlarda haqiqatan ham ko'p bo'ladi. Mana qichima endi bizani sevamiz, ochig'i
qichimadan so'rash, xuddi shunaqa savollar juda ko'p bo'ladi. Biza shifokor sifatida bir xil payt ignor qilamiz, chunki qichima man o'zimdan kelib chiqib aytaman, turli xil bo'lishi mumkin. Oddiygina bu teridagi ichidagi kana ham bo'lishi mumkin-da. Kana bo'lsa bittagina o'sha 6000 so'mlik mazimiz bor, shu bilan tuzatadi. Lekin u yerda har xil antihistamin preparatlari, har xil gormonal mazlar. Mana xalqimizdan o'zi boya aytgandek shu tibbiy madaniyatlar ayrimlarini aytaman, shu tibbiy madaniyatga yetmaslik hisobiga o'zlari qo'pol qilib aytganda o'sha jar yoqasiga o'zligi olib borishadi. Shuning uchun maslahat berardim. Bu xalq tibbiyoti bo'ladimi yoki o'sha mutaxassis bo'ladimi, albatta nima edi, shifokorga albatta murojaat qilish kerak. Oddiy narsa bo'lsa bu oson kechadigan narsa-da, lekin shunaqa bemorlar bor, yurishadi aylanib. Mana kecha menda telemeditsinadan Sochidan ayol yozdi, telemeditsina orqali yozdi. Ko'rdik, uyda mushuk bor ekan, mikrospora yuqtirgan. Mana bu narsani ikkitagina, bitta emas, bitta tabletka bo'lib shu bilan chiqib ketamiz. Keyin 10 kundan keyin har 10 kunda rasm so'raganman, chunki ular uzoqda, o'zbek ayol rasm tashlayotdi, doktor mana zo'r ketyapti, yaxshi, lekin men bitta narsa qildim sizdan so'ramasam, nima qildingiz so'rasam, men uni soda bilan yuvyapman o'tdi dedi. Keyin men rahmat, nima edi, meni bemor nomerimni o'chirib tashlab, menga boshqa savol yozmang deb yozdim, ochiq gap. Shunaqa deb yozdim, chunki o'tda sodani ham men o'sha joyda ham keltirib berdim. Shu bu noto'g'ri kasallikni kuchaytiraveradi-da. To'g'ri, o'sha paytda yuvgani hisobiga o'sha qipqilanishni yo'q qilgan, bunga zo'r ko'ringandir, lekin o'tdagi olayotgan licheniyasi ham bor-da. Yana u sirasi tushunib yetdi, u sirasi ko'rdi-da, ikkitagina emas, chiqib ketamiz. Men aytdim-da, siz bilan oxirigacha chiqib tuzatib, bari uzoqda kela olmaydi. Chiqib ketamiz shu masala dedik, oxiri bir kelishuvga kelishdik baribir. Chunki boya aytgandek, Qo'shtiron ichida ko'p bemorlar keladi, oxiri so'rayman, mahalladagi xotinlar nima deydi deb so'rayman, ochiq gap. Nima dedi ular nima deyishdi, qiziqmanga ham-da, ular mana bunaqa deyishdi deb kelishadi-da. Mana shu narsalarga olib kelish kerak emas. Shuning uchun ham biza chiqib gapirishimiz kerak. O'sha maqsad bitta, shu tibbiy madaniyatni oshirish. Aholini tibbiy madaniyatini O'zbekistonda oshirishimiz kerak, shart bu. Chunki biza mana ish yuzasidan har xil konferensiyalarda qatnashamiz, chet ellarga boramiz. U yoqda bu narsa bizani etapdan o'tgan ular ham. Ya'ni hozir biz ham umumiy olganda ham rivojlanayotgan davlatlar qatoriga kiramiz, ekonomika bo'yicha. Tibbiyot bo'yicha ham xuddi shunaqamiz. Ya'ni ular o'tib kelgan etaplardan biz ham sekin astalik bilan o'tyapmiz. Lekin ularni biza tajribasini olsak, buni tezroq o'tib keta olamiz. Va uning uchun o'sha aholi tibbiy savodxonligini, madaniyatini oshirish bo'yicha ishlar mana vazirlikdan qilinayotgan ishlarni bitta plus tomoni men hali aytmoqchi edim, endi bo'lgim kelmadi. Mana shu retsepturani yo'lga qo'yilganini o'zi, ya'ni aptekaga borganda retsept dori bermaslikni o'zi aholini ma'lum bir jihatdan qaytaradi. Ya'ni tomoq og'ridi yoki xuddi o'sha qichima, aptekaga bordi, menda bolamda qichima bo'lyapti, maz yozib ber desa, qani retsepting deydi. Qaysi shifokor seni ko'rdi va nima yozib berdi deydi. Shifokorga bormagandan keyin, retsept bo'lmagandan keyin majbur bo'ladi, yana poliklinikaga borib shifokorga murojaat qiladi. Mutaxassis iloyim yaxshi o'qigan, tajribali bo'lsa va ko'rgandan keyin o'sha kasallikdan kelib chiqib kerakli tekshiruvlarni o'tkazib, keyin yozib beradi. Mana buni mazza ishlatishing kerak yoki o'sha madamini holatida zamburug'ga qarshi mazza olib ishlatishing kerak deydi. Bir xilda biz o'zimizda ham xalq tabobatidan foydalanamiz. Xuddi shu sodali vannichkalar biz tirnoq zamburug'ida ishlatishimiz mumkin. Uni qayerdadir o'qib oladi-da, menda zamburug' boshida bo'lsa, boshimga ham ishlatib ko'rsam bo'ladi deydi. Lekin shifokor o'zi aytadiki, senda tirnoq zamburug'imi? Masalan, xalq tabobatida shunaqa narsa bor, sen sodali vanna qilgin va zamonaviy tibbiyotdan mana bu tabletkani olgin, bu mazza ishlatgin deydi. Aholini o'zi ham shunga sekin-sekin o'rganishni boshlaydi keyin. Bilyaptiki, sun'iy intellektdan maslahat oluvchilar ko'payapti. Hozir bizda yangi yo'nalish chiqadi yaqinda, bir 2 yildan keyin ChatGPT'lar degan chiqadi. Kelishadi bemorlar, mana bunaqa deyapti-ku deydi-da, bor-da. Men ochiq ishlataman, to'g'risi ishlataman. Qachon ishlataman? Men test ham qilib ko'rganman. Shu dermatologiya shunaqada, masofaviy davolasa bo'ladi. Dermatologiya ayrim paytda telemeditsina qilsa bo'ladi, lekin xirurgiyada unaqa emas, kardiologiyada unaqa emas, boshqa sohalar unaqa emas. Lekin dermatologiyada shunaqa. ChatGPTga shuni rasm qo'ydim. Bilasizmi,
boya aytgandek chesotkani qo'ydim, bir xil payt chivin chaqqanini qo'ydim. Birontasi ochiq gap to'g'ri emas. Lekin tavsiyani ko'rsak, u yerdagi tavsiyalar ular hamma butun bazadan oladida. ChatGPTga ayrim insonlar to'g'ri zapros bersa, to'g'ri oladi. Главныйsi zapros deydi, lekin hech kim unaqa bermaydi. Mana buni ko'r deydi, menga shunga lecheni yozib ber, bo'ldi. deydi. Mana shu nima ChatGPT savol berayotgan odamning darajasiga ham qarar ekanda. Men aytamanki, shu sun'iy intellekt o'zing darajang qanaqa bo'lsa javobni ham o'shanaqa olasan. Savolni to'g'ri bera olsangiz, savolni o'sha savodxonlik darajada, bilimingiz darajasiga qarab olasiz. Juda bir sodda savollar berib ko'rdi, bir kun jiyanim tekshirib ko'rdikda. Menga sun'iy intellekt xuddi o'sha savolimga, deylik, o'sha mazmundagi savolga boshqacha javob beryapti. To'g'ri asoslangan va faktlar bilan javob beryapti, lekin boyagi jiyanim oddiy bergan savoli uchun, chala bergan savoli uchun xuddi o'shanaqa chala javob olyapti. Yana hamma narsa aylanib kelib o'sha aholini o'zini tibbiy savodxonligini oshirishga qaratilgan tadbirlarga ko'proq ahamiyat berishimiz kerak. Deylik, davlatimiz juda ko'p chora-tadbirlar ko'ryapti, qaror, farmonlar ishlab chiqilyapti, ishlanyapti. Mana o'zim shu sohada bo'lganim uchun borgan sari ishonchim komil bo'lyaptiki, Sog'liqni saqlash vazirligi ham juda ko'p chora-tadbirlar, aholining salomatligi uchun, bemorlarni sog'ayib ketishi uchun ko'p ishlar qilinyapti. Lekin qarangki, har bitta odamni o'zini tanlov qobiliyati turar ekanda, bitta u yo'ldan yuramanmi, bu yo'ldan yuramanmi. Xuddi o'sha Ibn Sino bobomiz aytganlaridek, biz 3 kishimiz, men tabib, sen bemor va kasallik. Agar sen men tomonda bo'ladigan bo'lsak, kasallikni ikkovlashib yengamiz. Agar kasallik tomonda bo'ladigan bo'lsang, buni juda turlari ko'p, hozir sanab o'tdik. O'sha savodsizlik, noto'g'ri sog'lig'iga yondashish, bee'tiborlik va kasallik tomonga o'tadi bemor va qarabsizki yengiladi. Tabibni yengib borishadi. O'shaning uchun aytmoqchimanki, mana o'sha sog'liqni saqlash tizimidagi bizning Salomatlik va strategik rivojlanish institutimiz aynan aholini o'sha sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish, hatto xonadonlarga kirib, o'sha tuman, eng chekka tumanlarda ham bo'ldik, har bitta xonadonga kirib ham shu targ'ibot ishlari qilindi. Aytmoqchimanki, agar shu ketishda deylik xalq bilan, aholi bilan yaqindan ishlanadigan bo'lsa, bular aytganlaridek bosqichma-bosqich biz o'sha etapdan ham o'tib olamiz. Birinchi o'rinda o'sha aholini o'sha dori vositalariga bo'lgan nisbatan munosabatini ham mana tibbiy tomondan dori bo'lish darajasi, deylik, davolanish darajasi isbotlanmagan dorilarni qabul qilmaslik va o'sha sinovdan o'tmagan dorilarni qabul qilmaslik haqida ham targ'ibot ishlari olib bordik. Qachonki xalqimizni tibbiy savodxonligi oshar ekan, o'zini sog'lig'iga nisbatan munosabati ham o'zgaradi. O'sha sog'lom turmush tarzini bir nechta tamoyili, deylik, sog'lom ovqatlanish, jismoniy faollik, sog'lom uyqu, semirmaslik, deylik, o'sha yurakka toza havoda sayr qilish va ruhiy salomatlikka ahamiyat beradigan bo'lsa va ularni qatorida borgan sari yana kirib boryaptiki, xalqimizni nimadan qaytarish kerak? Mana shu 5 ta tamoyildan tashqari dori vositalariga ham bir savodxonlik darajasi bilan yondashish va ba'zi bir kasalliklarni oldini olish uchun sal ongini oshirish kerakda xalqimiz. Mana issiqjon isitmasiz bo'lmaydi deyiladi. Aytaylik, boshimiz og'ridi, dorixonaga chopamiz va o'zimiz retseptsiz va o'zimiz bilgan yoki atrofimizdagilar tavsiya qilgan dorini sotib olamiz. Aksariyat hollarda u yaxshi ta'sir qilishi ham mumkin, lekin boshqa kasalliklar aytganimizdek keltirib chiqarishi ham mumkin. Mana retseptsiz dorilar, elektron dorixona tashkil qilinadi deyapmiz. Buni afzalliklari qanaqa bo'ladi? Elektron retsept afzalliklari shundan iboratki, shifokor tomonidan 5 turgacha dori vositasini yozish imkoniyati mavjud. Undan ortiq dorilarni yozmaydi va bemor dorixonaga borganda shu davlat ro'yxatidan o'tgan dori vositalarini sotib oladi. Sababi
ushbu elektron retsept tizimi farmatsevtika mahsulotlar xavfsizligi markazi tomonidan darmon tizimi axborot tizimi ishlab chiqilgan bo'lib, ushbu tizim elektron retsept tizimi bilan integratsiya qilingan. Ushbu darmon tizimida faqatgina davlat ro'yxatidan o'tgan dori vositalari axboroti, hisoboti yuritiladi ushbu tizimda. Bu degani dorixonaga bemor murojaat qilganida farmatsevt davlat ro'yxatidan o'tgan dori vositasinigina sota oladi. Bu nimani beradi? Qalbaki, aylanma yo'llar bilan kirib kelgan kontrafakt dori vositalarini oldini oladi. Sababi tizimda u dori vositalarini ko'rsatmaydi va sotishni ham imkoniyati ham bo'lmaydi. Bundan tashqari hozirgi kunda markirovkalash tizimi ham yo'lga qo'yilgan. Bunda asl belgisi orqali, ya'ni asl belgi mobil ilovasi ishlab chiqilgan. U orqali ham dori vositalarini davlat ro'yxatidan o'tgan yoki o'tmaganligi to'g'risida ma'lumotlari olish imkoniyati mavjud. U mobil ilovani siz yuklab olasiz va dorini o'zingiz tekshirib ko'rishingiz mumkin va o'sha QR kodi bo'ladi, markirovkalangan. O'sha orqali tekshirganingizda u sizga qadamlarini ko'rsatib beradi. Ya'ni kim tomonidan ishlab chiqarilgan, ishlab chiqaruvchi tomonidan ulgurjiga yetkazilgan, qaysi ulgurji korxona uni qabul qilgan va o'sha ulgurji korxona qaysi dorixonaga yetkazib bergan va qaysi dorixona uni sotyapti. Ushbu qadamlarini ko'rish imkoniyati mavjud. Shu orqali ham aholi bemalol foydalansa, ushbu tizimdan foydalansa bo'ladi. Bundan tashqari ushbu elektron tizim orqali qaysi dori vositalari qancha hajmda sotilayotganligi va qaysi hududlarda qanday kasalliklar rivojlanayotganligi yoki ko'p uchrayotganligi to'g'risida hisobot olish imkoniyati ham mavjud va bu tizim orqali bemalol statistik tahlilni ham o'tkaza olish imkoniyati bor. Shundan ham raqamlashtirish barcha sohalarga jadallik bilan kirib boryapti va afzalliklariga ko'rib turibmiz. Mana sog'liqni saqlash tizimida ham bir qator yaxshi yangiliklarga mana ko'rsatuvimiz davomida guvoh bo'ldik. Dori shifo bo'lish bilan birga ham xavfda. Agar uni qalbakisidan ishlatilsa yoki o'ziga o'zi tashxis qo'yib davolanadigan bo'lsa, u shifoga emas, xavfga aylanadi. Albatta, juda ham to'g'ri aytdingiz. Bu yerda baribir inson faktori degan narsani unutishimiz kerak emas. Inson faktori deganda har bir inson eng avvalo kimgadir ishona bilish kerak. Davlatimiz rahbarini tibbiyot xodimlaridan talab qilayotgan, so'rayotgan narsalari u ham bo'lsa xalqni ishonchini qozonishimiz kerak. Ya'ni xalq sizga ishonsin, oldingizga kelsin, sizdan najot istab keldimi, shifosini topsin degan vazifalarni berganlar. Men bu borada nimani aytmoqchiman? Biz shifokorlar chiqib shifokorga uchrashing, doktorga boring deydigan bo'lsak, ko'pchilik noto'g'ri tushunadi. O'ylaydiki, go'yoki biz ularni qandaydir bir ko'proq shifokorga borib mablag' jihatidan bir iqtisodiy holatini yaxshiladik. Yo'q. Aslida bizda bugun sog'liqni saqlash tizimida birlamchi zveno, ya'ni o'sha oilaviy poliklinikalarni oladigan bo'lsak yoki o'sha qishloqlardagi tibbiyot punktlarini oladigan bo'lsak, ularning barchalarida barcha tibbiy xizmatlar bepul. Kerak bo'ladigan bo'lsa, kasallikni og'ir yoki yengilligiga qarab tor mutaxassislikka yo'llanma orqali jo'natish ham bepul va barcha amaliyotlar, o'sha tekshiruvlar ham kerak bo'ladigan bo'lsa, bepul amalga oshiriladi. Va bu gaplarni nima uchun aytayotganim, bugungi kunda aholi bilish kerak. Ya'ni o'sha qo'shnisidan yoki o'sha mahalladosh yoki gapdosh biror bir ayoldan maslahat olgandan ko'ra, to'g'ridan-to'g'ri birinchi navbatda o'sha birlamchi zvenoga, ya'ni oilaviy poliklinikaga yoki oilaviy shifokorga murojaat qilish kerak. Va aynan oilaviy shifokordan malakali va aynan shu sohani egasi sifatida to'g'ri maslahatni ola bilish kerak. Juda ham to'g'ri aytingiz, bugun xalq orasida shu shifokorlar faqat dori yozadi, faqat yo'q, dori yozish emas. Bugungi kunda sog'liqni saqlash tizimida, Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan ham har bir kasallikni davolash protokoli qabul qilingan, imzolangan va mana shu protokolda aytib o'tilgandek belgilangan uzog'i bilan 5 ta dori
undan ortig'ini yozish demak u ziyon sifatida qaralib, asosiy 5 ta davo faoliyati isbotlangan dorilarni yozishga yo'llanmalar, ya'ni ko'rsatmalar berilgan. Aynan mana shu tarzda ishlash boshlangandan beri qo'rqmasdan ayta olamanki, bugun aynan bolalar orasida uchrayotgan kasalliklarning soni, uchrash chistotasi, ya'ni uni oralig'i ham ancha kamaydi. Ya'ni hozir to'g'ri tashxis qo'yish, to'g'ri yondashuv va shu bilan birgalikda to'g'ri davo muolajasi degan narsada bugungi kunda hozir ancha tizimli ravishda talaygina ishlar qilinyapti. Bu ham o'z navbatida aholiga qilinayotgan yengillik va shu bilan birgalikda asosiy, siz gapni boshiga qaytadigan bo'lsak, asosiy mana shunday holatga tushayotgan insonlarga to'xtaladigan bo'lsak, ular qaysidir ma'noda bir arzonroq joyidan olmoqchi bo'lishi yoki aylanma yo'llar bilan qandaydir bir shifokorga tushmasdan turib o'sha ishni amalga oshirmoqchi bo'lganligi tufayli ham turli xil to'siqlarga va asoratlarga duch kelyapti. Eng oxiri baribir shifokorga boradi. Albatta. Og'irlashgan holatda bosqichlarda boradi. Albatta, juda ham og'ir holatda boradi. Yana o'sha gapga kelamiz. Ya'ni agar iqtisodiy, bizni xalqimizga iqtisodiy tarafdan tushuntirsak yaxshiroq yetib boradi-da. Mana iqtisodiy tarafda aytaylik 10 ming so'm bilan tuzalish kerak bo'lgan kasallik asoratlarda aylanib, u yo 500 ming yoki 1 millionga xarajat talab qiladigan holatda demak shifokorga keladi. Undan keyin shifokor kasalliklar keltirmagan bo'lsa, albatta, keyin shifokor uni davolash maqsadida tekshiruvlarning sonini oshirsa, ana bular o'rganib olganda shunaqa faqat yozishni biladi degan gapga to'qnashamiz. Shuning uchun gapimizdagi asosiy maqsadimiz ham birinchi navbatda tibbiy savodxonlik. Endi modomiki dori vositalari haqida ketayotgan ekan gap, hatto haligi dorilarning instruksiyasini o'qib ham ko'rmaydigan odamlarimiz ko'p. Qo'llanmasini, yo'riqnomasini umuman o'qishmaydi. Bu qanaqa paytda ichilishi kerak, bu narsa nima bilan qo'shib ichilishi kerak, qaysi dori vositasi bilan birga chiqishmaydi yoki hatto vitaminlarni ham bir-biri bilan so'rilishga yordam beradigani bor, bir-birini qarshi antagonist vazifasini bajaradigan dorilar bor. Xuddi shunaqa. Biz mana hozir juda ham dolzarb masalani ko'tardikki, tibbiy bashi madaniyat. Lekin bu yerda men aytardimki, bu tibbiy huquqiy madaniyatni ko'tarish kerak. Nimagaki, mana tibbiy huquq mana aytildi, shu insonlarning o'zida, fuqarolarimiz o'zida bashi tushuncha bo'lishi kerak va qarangki, mana jamiyat muammosimi bu? Jamiyatda mana hozir biz Salomatlik va strategik rivojlanish instituti bilan biz shu masalani ko'taryapmizki, hozirgi kunda 10 mingga yaqin fuqarolik jamiyati instituti vakillari bor. Bu nodavlat notijorat tashkilotlar, assotsiatsiyalar, fondlar, markazlar. Tibbiyot sohasida, mana shu sog'lom turmush sohasida taxminan 500 dan ortig'i ishlaydi. Lekin biz mana Salomatlik va strategik rivojlanish institutida buni hozir nimaga qo'yyapmiz? Hamkorlik va strategiya, salomatlikni strategiyasiga bularni sog'lom turmush tarzini targ'ibot etish va qarangki, bular mana fuqarolik jamiyati institutlari va ommaviy axborot vositalarining roli juda ham katta. Targ'ibot. Chunki qarangki, bu jamoat nazorati va jurnalistik surishtiruvlar. Mana qarangki, mana shu apteka faqat farmatsevt yoki shifokorga emas. Chunki shifokor davolaydi. Lekin targ'ibot mana biz Ibn jamoat fondi biz o'zbek nemis forumini o'tkazganimizda, tibbiy forumini. Nemis mutaxassislari aytdiki, bizda tizimimizda dedi 60-70% bizning asosiy fokusimiz va mablag'imiz sog'lom turmush tarzini targ'ibot etishga ketadi. Qolgan qismi bu davolash, o'sha xirurgiya. Aytganingizdek, Yevropada 100 ming bitta o'sha yurak kasalligi 100 ming ketsa, bular mana shunaqa qilib, bizda hozirgi kunda qarasangiz, bu sal boshqacharoq anaqa ko'rsatkich, lekin biza hozirgi kunda mana fuqarolik jamiyati institutiga juda ham yurtboshimiz tarafidan juda ham katta bir vazifalar qo'yilmoqda. Hattoki har bir vazirlikda va O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi qoshida jamoat kengashi tuzilgan, unga nodavlat notijorat tashkilotlari kirgan. Asosiy maqsadi sog'lom turmush tarzini targ'ibot etish. O'shaning uchun bu bir mexanizm, mana hozir e'tiborimiz shu tibbiy savodxonlikni oshirish. Buni mexanizmi fuqarolik jamiyati institutlari va ommaviy axborot vositalari. Mana hozirgi kunda mutaxassislarni, shifokorlarni jalb qildingiz. Hozir mana millionlar uyiga kirib boramiz. Endi sun'iy intellekt masalasi bo'yicha iyunda Xitoyda Shanxay hamkorlik tashkilotining sammitida qatnashdim, o'sha raqamli tibbiyot bo'yicha.
qarangki, mana biza haqiqatan ham chat GPT va shunaqasida bizada bu bilan qarangki, bizada aholi bunga kirib ketgan shug'ullarni aniqladi va shifokorga kelib aql o'rgatadi. Xitoyda qanaqa ekan? Xitoyda mutaxassislar, shifokorlar masalani tashiydi va hattoki ko'z jarrohlari, mana ko'rdik biz amaliyotda ham, ular shu diagnostika anaqasini tashiydi va shifokor belgilaydi, o'ziga kerak narsani oladi. Bu birinchi masala. Qarangki, sun'iy intellektni ishlashi. Bu xuddi biza so'rab gaplashganimizda aytdikki, aholi ishlatganda xuddi kichkina bolaga pichoq berib qo'ygandek bo'lasan. O'zini yarador qilib o'ldiradi. Sun'iy bilib foydalanish kerak. Keyin telemeditsina, mana bu ham qarangki, hozirgi kundagi anaqa, mana biz ko'rdik, bitta bemorni bular o'sha 40 ta shifoxonani ulab turib, bitta vaziyatda bitta bemor kasalni 40 ta har xil shifoxonalarni ekspertlari ular o'shanga baho berdi, shu vaziyatga baho berdi. Sun'iy intellekt bo'yicha to'xtalar ekanmiz. Respublikada ham o'zlarimizda o'sha yuqorida aytib o'tilgan Demet axborot tizimida sun'iy intellekt texnologiyalarini joriy etish boshlandi bugungi kunda. Ya'ni sun'iy intellekt texnologiyalarida nima? Bu bemor va shifokor o'rtasidagi muloqotni bevosita o'sha axborot tizimiga kiritib boradi. O'zlarimizdagi o'sha tegishli katakchalar deymiz, ma'lumotlar to'ldiriladigan joylarga sun'iy intellekt orqali ovozli yozuvlarni kiritib boradi. Bunda nafaqat o'zbekcha va ruscha, masalan, gapni orasida ruscha ketib qoladi, hozir gaplashganimizda ham o'zbekcha ketadi. Hammasini o'zini ko'rib, o'ziga tegishli katakchalarga joylashtirib, shu tashxis qo'yishda nimaga, shifokorga top 3 talik tashxislarni chiqarib beradi. Ya'ni bu qanaqa tashxislar? Yuqorida aytib o'tildi, sun'iy intellektni to'g'ri foydalanish, to'g'ri savol berish. To'ppa-to'g'ri bu sun'iy intellektda shunaqa logika borki, ya'ni u big datalar, katta ma'lumotlar bazasi asosida shakllantiriladi, u bizga ma'lumotlarni beradi. Biz unga nima ma'lumotlarni joylashtirgan bo'lsak, masalan, mutaxassislarimiz hamma o'zlari nimadir savollarni bergan va nimadir javoblarni olgan, o'shalar hozir bazalarda yig'ilgan. Endi bizani ma'lumotlar bazamizda biza o'sha standart protokollar asosida belgilangan, yuqorida aytilgandek, belgilangan tartibda tasdiqlangan standart protokollari kiritilgan o'sha tizimga bemor va shifokorni muloqotini yozib olib, undagi shikoyatlar asosida top 3 talik tashxisni chiqarib beradi. Keyin shifokor, yuqorida aytganlaridek, shifokorni o'ziga qoldiradi. 3 ta tashxis chiqdi. Endi qaysi bunga eng yaqini, qaysini tanlaysan degan ma'noda o'shani chiqarib beradi. Shifokor tanlab tashxisni qo'yadi. Bu bemor va shifokorni o'rtasidagi vaqtni tejaydi, unga ya'ni qulaylik beradi. Shu bilan birgalikda, masalan, inson omili degan jumla ham ketdi gap orasida. O'sha inson omili, u xatolikka uchraydigan, masalan, 4 ta 5-chi tashxislarni o'ylab turgan bo'lsa, yo sal chalg'igan bo'lsa, o'ziga nima berib, o'shandan kelib chiqib 3 ta tashxisdan tanlash imkoniyati yaratildi. Bu sun'iy intellektdagi imkoniyatlar. Polipragmaziya haqiqatan ham yaxshi narsa. Mana 5 ta doridan oshiq yozilmaydi. Lekin shunaqa doktorlar bor, mana ochig'i bizning dermatologiyadachi 2-3 ta dori yetadi. Mana, lekin ayrim sohalarda, boshqa sohalarda shu siz aytganingizdek Demetga 5 ta dori yozdi, keyin kim kafolat beradi yoki bermaydi, shu oddiy qog'ozga olib qo'shimchani dori yozish keyin, uni ham bari kontrolga olish kerak. Qanaqadir uni ham texnologiya o'ylab qo'yish kerak baribir. Retsept asosida beriladigan dorilarni elektron retsept bilan berish, ya'ni elektron retsept tartibga solish. Hozirgi kunda Vazirlar Mahkamasining 570-sonli qarorida shunaqa belgilandiki, retsept bilan beriladigan dorilar elektron retsept asosida berish. Endi bundan tashqari retseptsiz beriladigan dorilar bor. Bundan tashqari biza bilamiz, ko'pchilik biladi, kuchli ta'sir qiluvchi moddalar, psixotrop moddalar u ham ro'yxatda turgan o'sha bemorlarga beriladigan dorilar ko'pchilik biladi, pushti retseptlar deyiladi. U xalq tilida o'zimizning soha xodimlari o'rtasida o'sha qarorda belgilandiki, hozirgi kunda retsept bilan beriladigan dorilar elektron retsept orqali
berish mexanizmi keyinchalik 27-yildan boshlab o'sha kuchli ta'sir etuvchi moddali, ya'ni psixotrop moddalarni elektron retsept orqali berish mexanizmi bo'yicha vazirlikka shunaqa vazifa yuklatildi. Taklif ishlab chiqib biz Vazirlar Mahkamasiga kiritishimiz kerak. Ya'ni bu bosqichma-bosqich hozirgi kunda faqat retsept bilan beriladigan dorilar nazarda tutilmoqda. Tug'ma kasalliklar va orttirilgan kasalliklar bir-biriga taqqoslanadigan bo'lsa, u qancha foizi tug'ma, qancha foizi orttirilgan deydigan bo'lsak, avvallari orttirilgan kasalliklar ko'lami kattaroq edi. Bugungi kunda mana ekologiyaning o'zgarishi, turli xil holatlar, hayot tarzi, urbanizatsiya deymiz. Mana shu barcha faktorlarning ta'sir etishi bilan bugungi kunda ham tug'ma kasalliklar umuman tug'ilganda o'zi shunday kasallik bilan tug'iladigan kasalliklar soni ortib boryapti. Xususan, agar qaysi kasalliklar bugungi kunda ko'proq uchrayapti deydigan bo'lsak, bu bolalarda aqliy va ruhiy o'zgarish bilan bog'liq bo'lgan kasalliklar. Avvallari masalan tug'ma kasalliklar deganda tug'ma yurak nuqsonlarini olishimiz mumkin edi. Tug'ma masalan ichki a'zolar rivojlanish anomaliyalarini olishimiz mumkin edi yoki tug'ma irsiy kasalliklarni olishimiz mumkin. Bugun ularning oldiga masalan bolalardagi ruhiy o'zgarishlar bilan, ya'ni bugun hozir juda ham agar zamonaviy tilda aytsak trendga chiqqan masalan autizm kasalligi bilan tug'ilayotgan bolalar deydigan bo'lsak, ularning soni talaygina, ya'ni o'zgarishi kuzatilyapti. Bunga sabab esa yana o'sha demak ota-onani o'zaro demak o'z salomatiga bo'lgan e'tiborni susayishi, noto'g'ri turmush tarzi yoki o'sha bolalar tug'ilishi orasidagi intervalni buzilishi yoki o'sha kamqonlik kasallik bilan tug'ilayotgan bolalar yoki homilador ayolni butun homiladorlik davrida stress va turli xil tazyiqlarga uchrash orqali tug'ayotgan farzandlari deydigan bo'lsak, buni ham hozirgi zamonaviy bir ko'payib kelayotgan bir kasalliklar qatoriga, tug'ma kasalliklar qatoriga ham kirgizsak bo'ladi. Shu bois ham endi biz bilamizki, biz tibbiyot xodimlari doim shu narsani targ'ibot qilamiz. Avlod, mana shu millat sog'lom bo'lishi uchun eng avvalo tibbiy madaniyat kerak va aynan oila qurish, mana shu farzandlarni dunyoga keltirish, turli xil kasalliklar profilaktikasi bo'yicha aynan buni kimdir eshigimni qoqib bugun menga nima o'rgatar ekan deb emas. Aksincha, bugun har bir odamning qo'lida o'sha aqlli telefoni bor. Masalan, hozir bugun sun'iy intellekt to'g'risida gapirar ekanmiz. Mana shu sun'iy intellekt bor. Qolaversa, oddiygina kitobni mutolaa qilish bilan ham bu narsaga erishish mumkin. Va eng achinarli tarafi, biz arzon narsadan qochishimiz kerak. Masalan, qalbaki dori qaysi bo'ladi? Arzoni bo'ladi. Biz arzoniga uchyapmiz. Hozir sun'iy intellekt to'g'risida gaplashdik. Sun'iy intellektni men ham foydalanuvchisiman, lekin uni ham turli xil paketlari bor. Ya'ni arzon paketi, 1 oylik paketi, 1 yillik paketi bor. Agar siz 1 yillik paketini qimmatroqqa sotib oladigan bo'lsak, mana bu arzon paketidan berayotgan fikrlar tubdan farq qiladi. O'zingiz ham hayron qolasiz unga. Nimaga bu yerda bunday ma'lumot, bu yerda bunday ma'lumot deya. Chunki bu yerda yuzaki ma'lumot, bu yerda chuqur isbotlangan ma'lumotlar, asoslangan ma'lumotlar bilan beradi. Tushunyapsizmi? Biz uni arzonidan foydalanganimiz tufayli ham turli xil fikrlar, turli xil qarama-qarshiliklar, turli xil xatoliklar yuzaga kelyapti. Shuning uchun hozir asosiy tomoshabinlarga aytadigan bir bizning murojaatimiz ham har bir inson eng avvalo o'z ustida ishlashni, mana shu o'zini nafaqat tibbiy, balki umuman jamiyatda yurish-turish qoidalari, tibbiy madaniyati, o'qishga, ilmga bo'lgan qarashlarni o'zgartirishi bilangina biz faqatgina ana shu qadamlar bilan jamiyatni umumiy fikrini o'zgartira olamiz. Va bugungi kundagi mana shu bizni oldimizda turadigan muammolarni yoki yuzaga kelishi mumkin bo'lgan muammolarni oldini ola olamiz. Masalan, aytishimiz mumkinki, qaysi kasalliklar ko'proq tarqalgan, uchragan degan savolni qo'ydingiz. Hozirgi kunda ushbu yo'nalishlar kesimida, masalan, kardiologiya markazimiz o'ziga tegishli bo'lgan ma'lumotlarni ko'rgan va qaysi hududlarda qay darajada tarqalganligini aytishi mumkin. Dermatologiya markazimiz o'ziga tegishli kasalliklar yo'nalishlari bo'yicha qaysi hududlarda qay darajada tarqalishi yaxshi yomonligini aytishlari mumkin. Endi bizada hozir raqamli sog'liqni saqlash markazi tashkil etildi vazirlikda. Ushbu markaz orqali yagona ma'lumotlar bazasida nafaqat kasalliklarni tarqalishi, turlicha kasalliklarning tarqalishi, shu bilan birgalikda sog'liqni saqlash tizimini infratuzilmasi, masalan, qaysi hududda rentgen apparati bor, qaysi hududda zarurat bor va ushbu infratuzilmani bevosita kasalliklarga bog'lab tahlillarni qilish imkoniyati yaratildi. Ularni to'g'ri joylashtirish, samarali boshqarish uchun
bizlar raqamli sog'liqni saqlash markazi tashkil etilib, kasalliklarning tarqalishi, ularni oldini olish kabi masalalarni, ya'ni sog'liqni saqlash tizimini strategiyasini to'g'ri yuritish va boshqarishda asoslantirilgan qarorlarni ma'lumotlar, fazoviy koordinatalarga bog'langan ma'lumotlar asosida ishlarni olib borish tizimli yo'lga qo'yildi. Endi shu bilan birgalikda sohada ko'plab imkoniyatlar, sharoitlar yaratildi. Bu albatta xalqimiz uchun, aholimiz uchun. Endi bitta iltimosimiz bo'lardiki, o'sha yaratilgan imkoniyatlardan to'g'ri foydalanish, samarali foydalanish bu o'zlarimizni sog'ligimiz, oila a'zolarimizni, mahallamizni sog'ligini saqlashimiz o'zimizni qo'limizda. Ushbu imkoniyatlardan biri sifatida shuni aytishim mumkinki, Dimet mobil ilovasi yaratildi. Ushbu mobil ilovada JSHIR deydilar, o'sha o'zini identifikatsion raqamini kiritib, o'zini salomatligi to'g'risidagi, aholimiz o'zini salomatligi to'g'risidagi ma'lumotlari, shu bilan birgalikda farzandlari unga biriktirilgan aholini, o'sha oila a'zolarini salomatliklarini ko'rib borish, kuzatish, oilaviy poliklinikada vaqtida murojaat qilish yoki o'sha oldinlar yozilgan retseptlarni ko'rish, ya'ni tahlillarni, unga laborator tahlillarni ko'rish imkoniyatlari yaratildi. O'shani vaqtida ko'rib, kuzatib borsa, o'zini salomatligini doimiy monitoring nazorat qilib, qaysi yo'nalishda ketishi kerakligini imkoniyatlari yaratildi. Shu to'g'ri foydalansalar, bu imkoniyatlardan foydalansalar salomatligiga to'g'ri nima qilinadi degan umiddamiz. Rahmat. Mavzu juda ham dolzarb, suhbatimiz mana qizg'in davom etyapti, lekin rejissyorimiz bizga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetganligini bildirmoqda. Bugun ko'rsatuvimizda ishtirokingiz, qimmatli fikrlaringiz uchun minnatdormiz. Salomat bo'ling. Muhtaram teletomoshabinlar, siz agar ko'rsatuvni navbatdagi sonini tomosha qildingiz, e'tiboringiz uchun tashakkur.